Hammaga salom. Bugun sizlar bilan modaga kirib kelayotgan Wolfka strichkasini qilamiz. Birinchi o'rinda hozir sizlar bilan top zonani yon qismidan to'g'ri ajratib olamiz. Orqa qismidan kontrolni prach olib, uzunligini kaltadan uzunga qarab harakatlanamiz. Bizning sochimizni естественно naturalniy ko'rinish uchun ferrochniy lezerdan foydalanamiz. Keyingi harakatimiz orqa qismni yon qismga ulash uchun orqa qismdan bitta seksiya tashlab yonga ulab olamiz. Har doim kontrolniy stressga qarab uzunligini to'g'rilaymiz. Keyingi harakatimiz 3-seksiyani 2-ga qarab yo'naltiramiz. Wolfkat prichoskamizda cholka asosiy uzunlikka qaraganda kaltaroq bo'lishi kerak va shu sababli cholka uzunligimizni filtrovochniy lezva yordamida kaltaroq qilib olib chiqamiz. Keyingi seksiyalarimizni o'rta seksiyaga tortib kaltalab chiqamiz va shu bilan birga cholkamizning ikkita yoni uzunlashib ketaveradi. Mana Instagramda trendda bo'lib kelayotgan Wolfka strichkamiz ham tayyor. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Hamma detallar ko'rsatilmagan, lekin hamma detallarga ma'lumotga ega bo'lishni xohlasanglar, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.